Necha oylik turibdi? Fevraldan berisiga turibdi ekan. Ha. Kreditim bor sizlardan, kredit to'lanmay qolibman. Plastikda olamiz, naqd pulda olamiz. Plastik edi. Shuni men o'tkazib ketgandim-da sizlarga bankka. Ana Sarvarbeyingiz meni jinni qildi. Men o'sha kuni Rossiyaga ketgan kunim Sarvarbey men aqlim yetmaydi, uni plastigini olingda, kreditga ulangda, men ketyapman. Men biror odamim yo'q, qo'rqimda. Chiqadigan hech kim yo'q, uyimni qulflab ketyapman. Shunday o'zi avtomatik pensiya tushadigan qiling deb pastga tushib kompyuterda bir balolar qildi. Bo'ldi ketavering xola, plastigingizdan o'zi o'tadigan bo'ldi dedi. Keyin men ketganimdan keyin telefon bo'ldi, to'lanmayapti degan qo'shnimga plastik. Kimni nomida kredit? Xo'jayinda. Dilbar, alaykum assalom. Sizmisiz? Qarang, hozir Rossiyaga chiqib ketganlarda pensiyasi to'xtatib qo'yilyaptimi vaqtincha? Qaytib kelishgandan keyin kimga uchrashlari kerak? Ha, boshqatdan ishlab beradi. Necha oylik olingan bo'lsa? Ya'ni oydan bo'ladimi yo mana shu oyga перерасчет qilib beradimi? Ya, shundan misol hozir murojaat qilsalar, yangi oyga pensiyaga qo'shilib moliyalashadimi yo перерасчет qilib tushirib berishaveradimi ertaroq? Ha, bo'ldi. Sabizda, demak. Bo'ldi, keyin hali bugun qo'shnim bor edi-yu.